ikkita bir xil visoki kabina uzun rama man so'ragan akalarimiz uchun, ikkita do'st uchun zo'ridan topib qo'yganmiz. Holati zo'r sostoyanida visoki kabina manlarimiz 470 lik motor bilan jihozlangan. Ko'rsatib o'tib ketamiz mashinamizni. Holati idealni sostoyanida. Oldi balonlarni ko'rishingiz mumkin. 95-100% balon bilan jihozlangan. Baklari katta bak. Ramalarda ham hech qaytida zanglagan joylari yo'q. Orqa balonni ko'rsatib o'tib ketamiz. Orqa baloni ham 85% atrofida. Mashinamizning korobka hech qaytidan yog' oqqan joylari yo'q. Baklarni ham ko'rishingiz mumkin. Tiniq holatda bo'lib turibdi. Hop, mashinamizda retardo yo'q. Boshqa hamma funksiyasi bor, hamma narsasi ishlaydi. Oldi balonlari ko'rsatib o'tib ketganimda o'sha 95%, 100% atrofida. Ramalari ham, salon qismlariga keladigan bo'lsak, 476 ming probeg bilan mashinamiz. Salonlari ham chista, toza mashina, ikkita xaladilnik, hamma narsasi bor.